Hammalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan O'zbek kanali akalar. Yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Nihoyat Lotus mashinalarini ochish part 2 ikkinchi qism 3100 ga open chase qilib ko'ramiz. Qani bu safar ham tushira olamizmi? Jalar sizni obuna bo'lib qo'yinglar O'zbek kanaliga. Sizlarga maksimal podдержкаlar jalar obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Shu videoga Xudo xolasa mashinalar deyildi, ya'ni eriplar deyildi, ularda ham obunachilarimiz akkauntiga konkurs qilib tashlab beramiz. Endi akalar obuna bo'ling, like bosing, hali konkurslar oldinda. Biz hali konkurs qilib o'tamiz. Konkursga qatnashish uchun faqat obuna bo'lish kerak, like bosish kerak. Shuning uchun bir obunachini ko'paytirishimiz kerak. Keyin konkurslar bo'lib o'taveradi, постоянно. Nimagadir yaxshi emas. Пропустить. O'rtoq nimaga bo'ldi? Uni пропустить. Yaxshi. Без пропуск bilan yaxshi beriladi. 3 ta o'tgandan keyin voy nima bo'ldi ochalar? Voy. Vay, nima dedim? Ochalar obuna bo'ling. Vay! Lotus mashinalarini olamiz dedim, oldik mana, xudo xolasa. Men niyat qildim, xuddi shu ko'chini olaman deb niyat qilgandim, niyatimni yetdim ham akalar. Xudo xolasa, vay, vashi bomba, wow. Nimadir berdi, mavsum. Vay, vashi bomba, ochalar, nima u open chase? Vay! Yana 3 ta ochilgandan keyin yana bir nima qilamiz? Ochalar, open chase ko'ryapsizlarmi? Omadli open chase uchun ham like bosib obuna bo'ling ochalar. Omadli open chase uchun. Omadli open chase uchun ham like bosinglar ochalar. Lobbilar qilamiz, hali ko'ramiz ochalar. Hammalarga rahmat, sizlar bilan O'zbek kanali bo'ldi. Hammalarga ko'rishguncha deb qolamiz.